Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Word dasturidagi matnlarni Word dasturidan chiqmasdan turib, qanday qilib Kirilldan lotin alifbosiga va lotin alifbosidan Kirill alifbosiga aksincha o'girishni o'rganamiz. Demak, bir qancha variantlarni ko'rib chiqdim. Eng yaxshisi o'sha makro fayl orqali ishlarkan ko'pincha. Va men bu lotin Kirill faylni birinchi o'rinda ekstrakt qilib olishimiz kerak. Men sizlarga zip fayl qilib tashlab qo'yaman bu rar faylni va bu faylni descriptiondan, ya'ni izohlardan link qo'yib ketaman. Birinchi o'rinda demak ekstrakt qilamiz. Hop, mana ekstrakt bo'ladi. Demak, ekstrakt bo'lgandan keyin mana bu fayl, fayl. Demak, birinchi o'rinda Word dasturini ochib olamiz. Word dasturini ochib olganimizdan keyin, demak, Alt F11 tugmalarini bosamiz va mana bu normalni ustiga bosib turib import fayl qilamiz. Ya'ni faylimizni kiritib olishimiz kerak. Hop. Bunisini ham kiritamiz. Demak, mana shu joyda mana modul qismini bossanglar, modul qismini bosilganda mana biz import qilgan fayl ko'rinadi, ikkitasi ham. Mana Kirilldan lotinga, lotindan Kirillga. Demak, buni saqlab olishimiz kerak. Ctrl S tugmasini bosib saqlab olamiz. Undan keyin, demak, fayl qismini bosamiz va options ga o'tamiz. Quick Access toolbarga kiramiz va mana bundan macros bo'limini tanlaymiz. Va bunisini bosib turib, demak, birinchisini ustiga bosasiz, add qilamiz. Mana tepaga o'rnatib olishimiz kerak, mana bu joyda chiqishi kerak. Ya'ni tushuntirib ketaman sizlarga. Demak, modifyni bosamiz. Xo'p. Mana misol uchun birorta bir belgi qo'yamiz mana shu tepada. Demak, biz lotindan Kirillga o'girishimiz uchun tepada belgi qo'yib ketishimiz kerak. Misol uchun mana bu belgini bosamiz. Demak, ikkinchisi lotindan Kirillga o'giradiganimizni ham xuddi shunday qilib modifikatsiya qilamiz va undan bunisini bosib, ya'ni ikkalasi ikki xil bo'lishi kerak edi, tepada ko'rganda adashib qolmasligingiz uchun. Demak, ikkalasini ham qo'shib oldik. Shundan so'ng OKni bosib chiqib ketamiz. Mana ikkalasi ham qo'shildi va yana bir qiladigan ishimiz qoladi. Shundan keyin options bo'limiga kirib, Trust Centerga kiramiz. Mana shuni bosasizda, men buni o'girib qo'yasiz. Sizda demak, shu uchalasidan qaysi bir turgan bo'ladi. Men bunga o'girib qo'ying va demak, OKni bosamiz. Va OKni bosib turib, Word dasturidan chiqib ketishimiz kerak. Demak, Word dasturidan chiqqanimizdan so'ng yana bir kiramiz. Mana endi yozib ko'ramiz. Misol uchun Assalomu alaykum. Buni demak, o'girishimiz uchun xato ketib qoldi. Mana o'girdi. Demak, bunisi mana lotindan Kirillga o'giradigan ekan. Demak, hop, Ch harflarini qanaqa o'girishini ham ko'rib tekshirib ko'raylik. O harflari, O'ni qaranglar, mana shunaqa qilib yozishinglar kerak. Misol uchun o'quv ishlari deb yozamiz. O'quv ishlari. O'ni qo'yganda to'g'ri O yoki G ni belgisini to'g'ri qo'yish qanaqa bo'ladi desa, mana misol uchun G harfini bosdik. G ni bosgandan keyin shundoq qo'yib qo'ysa, demak bu xato bo'ladi. Mana qaranglar.
mana shuni o'girmaydi bunda. Hozir buni tekshirib ko'ramiz, mayli. Sizlarga ko'rsatish uchun, sinab ko'rish uchun, demak, bitta joylashab, to'g'ri O ni shapkasini qo'yish uchun yoki G ni shapkasini qo'yish uchun qilamiz. Mana demak, qaragan tomoni o'ng tomonga qaragan shaklda bo'ladi shapkalari mana. Mana bu ham to'g'ri. Bunisi ham to'g'ri. Hop, yoki bo'lmasa, misol uchun ba'zi bir xillar mana bunaqa qilib qo'yadi. Buni o'girmaydi-da. Nimaga ishlamayapti dastur deb ham aytib qolishi mumkin. Demak, Ch harfini ham yozdik mana, Sh ni yozdik. Demak, Ng o'z holida qoladi. Oddiy S, keyin H, qattiq H. Shularni o'zini tekshirib ko'rsak, demak, mana bunisini bosar ekanmiz. Hozir tanlab turib yozishimiz kerak edi. Mana o'quv ishlari ko'rdinglarmi? O'quv ishlarida to'g'ri O tushdi. Demak, mana bu G da ham to'g'ri tushdi. Bunisini ham hisoblab olibdi. Demak, farqi yo'q ekan bu dasturda. G ni shaklini bunaqa qilib qo'ysangiz ham yoki bo'lmasa talab qilingan holatda mana bunaqa qo'ysangiz ham farqi yo'q ekan. Ikkalasini ham o'girib ketar ekan, lekin mana bunaqa qilib qo'ymang. Mana bu belgini tushirib qo'ymang. Uni tushirsangiz, mana O ni o'gira olmadi bunisida. Demak, H ni o'girdi, mana yumshoq H, qattiq H, S, Sh, Ch hammasi ishlayapti mana. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizni faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun, turli xil mana shunday videolarni chiqishi uchun sizni qo'llab-quvvatlovingiz sifatida bizga bir dona like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.